katta oilaga yetadigan barakali pitsa tayyorlaymiz. Uning uchun bizga 1 stakan muzdek suv, 2 stakan qaynoq suv kerak bo'ladi va qo'limiz kuymagandan keyin bitta tuxum, shakar, tuz va dro'jji solamiz. Chamalab yog' solamiz va un solib, shunaqa yumshoq qo'limizga yopishmaydigan xamir qilamiz va ustini yopib mikrovolnovkada oshishga qo'yamiz. Yoniga qaynoq suv solamiz. Bilganinglardek, endi pitsaga firmenniy o'zimiz sousim tayyorlayman. Piyoz, tomatli sos, tuz, shakar solamiz, suv solamiz va qaynatib olamiz. Mana list baravar qilib xamirimizni yoyib olamiz. Tagiga pergament qo'yamiz va hamma souslarimizni solib chiqib, tekislab, yaxshi eriydigan sir solamiz va kolbasalarni solib 200 gradusda pishirib olamiz. Xamir pishgandan keyin yana ko'proq sirdan solib, sir eriguncha yana qo'yib olamiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Aytgancha maktabga ham berib borsanglar juda ham maza qiladi bolalar.